Har bir inson bu dunyoda yashar ekan, tirikchilik qilish kerak. Biz ana shu 4-ikigayni 4-punkti tirikchilik, ya'ni daromad qilish. Qanday qilib daromad qilamiz? Qayerdan pul keladi desak, 4 xil usul orqali pul keladi. Birinchi, agar siz biron bir korxonada ishchi bo'lib ishlasangiz, pul keladi. Biron bir korxonada borib ishlaysiz, ishlash asnosida qandaydir bir biznesdagi muammolarni yechasiz. Masalan, pol artadigan farroshni agar oladigan bo'lsak, o'sha ishxonani tozaligiga javob beradida, shuni asnosida pul topadi. Direktor bo'lsa, butun korxonani, jamoani boshqaradi, ishlarni taqsimlab topshiradi, korxonani foydaga olib chiqadi, shuni evaziga yaxshigina pul topadi. Marketolog korxonaga katta mijozlar oqimini olib keltiradi, brendni tanitishga hissa qo'shadi, shuni evaziga pul topadi. Savdo xodimi yoki sotuv menejeri xizmat va mahsulotlarni mijozlarga taqdim qiladi, sotadi, pullarni oladi, shuni asnosida pul oladi, bonus oladi, shuni asnosida daromad qiladi. Ishchilikni shunaqa imkoni borki, siz biron bir ishxonaga ishga kirasiz, siz bilasizki, oyning oxirida albatta daromad topasiz, albatta pul topasiz. Buni evaziga siz korxonaga qandaydir qiymat berishingiz kerak. Lekin bunga yarasha ma'lum bir qiyinchiliklar, kamchiliklari bo'ladi. Misol deylik, siz xohlagan paytingizda ishga borib, xohlagan paytda ishga chiqa olmaslik imkoningiz yo'q sizning. Sababi siz butun umringizni, ma'lum bir vaqtini, soat ertalab 9 dan aytaylik 6 gacha bo'lgan vaqtingizni siz ishxonaga sotgan bo'lasiz. Va sizni bo'yningizdagi majburiyat ana o'sha vaqt ichida o'sha ishxona bilan kelishuv qilgan ishlarni qilib berishingiz kerak bo'ladi. O'zingizcha o'zingiz xon, o'zingizga o'zingiz bek bo'la olmaysiz. Va ishchi bo'lib ishlash jarayonida ma'lum bir holatlar bor. Misol deylik, sizni daromadingiz 10 baravarga oshib keta olmaydi. Sababi siz ma'lum bir ish bilan shug'ullanasiz, oyliklar sekin-sekin o'sadi. Va shu bilan birgalikda erkinligingiz ham o'sha korxonaga bog'lanib qoladi. Endi ishchilikdan tadbirkorlikka o'tish bo'ladi. Qanchadir odamlar ishchilik faoliyatidan keyin tadbirkorlik faoliyatiga o'tishadi. Qandaydir malaka ko'nikmalarni o'rganishadi, qandaydir bir bilim tajribalarni olishadi, undan keyin o'zlarini birinchi bo'lib korxonalarni ishga tushirishadi. Qandaydir bir tadbirkorlikni, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lishi mumkin, faoliyatni boshlashadi. Faoliyatni boshlash jarayonida qandaydir bir xizmatni amalga oshirishadi, qandaydir bir oldi-sotdini amalga oshirishadi. Shuni asnosida pul kelishni boshlaydi. Endi ishchi bilan tadbirkorning o'rtasidagi farq, ishchi tavakkal qilishdan qo'rqadi. Tadbirkor ana o'sha tavakkalni qilib ko'rgan odam. Endi ishchi bilan tadbirkorning yana bir joyi shuki, endi ishchini ixtiyori uni rahbariga bo'lgan bo'lsa, endi tadbirkorning ixtiyori o'zida bo'ladi. Xohlasa ishga chiqadi, xohlasa ishga chiqmaydi. Lekin ishga chiqmasa, daromad to'xtaydi. Mijoz kelmaydi. Chunki hamma ish o'ziga bog'liq bo'ladi. Topadigan puli uni mehnatiga bog'liq bo'ladi. Ko'proq pul topmoqchi bo'lsa, ko'proq ishlash kerak. Endi tadbirkorlikni faoliyatini amalga oshirish asnosida tadbirkor yoniga bitta ishchi oladi, ikkita ishchi oladi. Bitta-ikkita ishchilar soni ko'payishni boshlaydi. O'zi ham ishlaydi, ishchilari ham ishlaydi. Keyinchalik tadbirkorlikdan biznesga o'tish bor, biznesmenlikka o'tish bor. Tadbirkor bilan biznesmenning nima farqi bor desa, fikrlashida farqi bor. Tadbirkor hamma ishni o'zini qo'li bilan qilsa, biznesmen odamlarning qo'li bilan ishni amalga oshiradi. O'zi qilmaydi, odamlarni ishlatadi. Tadbirkor bilan biznesmenni maqsadlarini kattaligida, biznesni boshqarishdagi butunlay qarashlari boshqacha ekanligida farqlashimiz mumkin bo'ladi. Biznesmen juda katta daromadlar qilish imkoni bor va juda ko'p insonlarni ishlatish imkoni bor. Sababi u ishni qo'li bilan emas, miyasi bilan, odamlarning qo'li bilan qilishni ustida ishlaydi. Va biznesmen juda katta daromadlarni qilishni boshlagandan keyin shunday bir nuqtaga yetib keladiki, endi yaxshigina puli bor, yaxshigina faoliyat olib bordi, yoshi ham ma'lum bir joyga yetib kelgandan keyin endi biznes faoliyati bilan emas, endi investorlik faoliyati bilan shug'ullangisi kelishi mumkin. Biznesda o'zi ishtirok etish kerak, komandani yig'ish kerak, boshqarish kerak, vazifa berish kerak, strategiya bilan shug'ullanish kerak bo'lgan joyda investor nima qiladi desangiz, investorning puli bor. Endi uni puli ishlaydi. O'zi ishlamaydi, u pulini ishlatadi. Pulini biznesmenlarga tikadi. Odatda investorlar pulini ishchiga, tadbirkorga tikmaydi. Pulini yaxshi miyasi ishlaydigan biznesmenga tikadi. Investor biznesga emas, biznesmenga tikadi pulni. Sababi biznesni boshqaradigan biznesmen bo'ladi. Balkim biznes zo'rdir, lekin yomon biznesmenning qo'liga tushsa barbod bo'ladi. O'sha uchun aqlli investor
pulni aqlli tadbirkorlarga tikadi. Aqlli biznesni yuritayotgan, ya'ni biznesmenlarga tikadi. Tadbirkorga emas, biznesmenga tikadi. Shuni asnosida u ishlamaydi, puli ishlaydi. Qarabsizki, mana rivojlanish bosqichlari ishchidan tadbirkorlikka, tadbirkorlikdan biznesga, ya'ni biznesmenlikka, biznesmenlikdan esa investorlikka qadamma-qadam o'tib ketadi. Investorlar pullari asosida pul topishadi. Yaxshi biznesmenlarga ishonib, ularning bizneslariga pul tikadi, aksiyalarga pul tikadi yoki qandaydir bir pul oqimini tashkil qiladigan bizneslarga pulni tikadida, u bizneslar unga pul oqimini tashkil qiladi. O'zi passiv mehnat qiladi, ya'ni aktivni ertalabdan kechgacha ishlash shart emas. Pullar erta-yu kech ishlaydi. Shuni asosida daromad qiladi. Siz hozirdan o'ylab ko'rishingiz kerak. Agar siz hali biznes qilmagan bo'lsangiz, biznes ochish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, yo'lingiz ishchilikdan tadbirkorlik, biznesmenlik va investor yo'li bo'lsa, siz qadamma-qadam tajriba orttirgan holda bosqichma-bosqich rivojlanishingizga olib keladi. Shuning uchun buni hisobga oling.